Xo'p, aldamang, joningizni bir parchasini kesib oladi-yu, og'rimaydimi? 10 kun iningizni ko'rasiz. Biz og'rimaydi demaymiz. Uni aytgan bilan foydasi yo'q. Og'riq jarayoni shunaqa narsa. Operatsiyadan keyingi og'riqlar kasallikni turi, holat va darajasiga qarab qisman bo'lishi mumkin. Biz hech qaysi videoyimizga umuman og'riq bo'lmaydi demaganmiz. Albatta, o'ziga yarasha qisman og'riqlar, ayniqsa hojat paytidagi achishish hissiyotlari bo'lishi mumkin. Agar gemoroyingiz kichikroq vaqtda qildirgan bo'lsangiz, bu og'riq kamroq. Juda katta bo'lib ketgan bo'lsa, og'riq sal ko'proq bo'lishi mumkin va bemorni organizmiga ham bog'liq. Ayrim bemorlarimiz bor, nina sansangiz ham voy 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 deb yotadi, ayrimlari bor chidamliroq. Shu uchun ekan og'riq tushunchasi bu solishtiriladigan tushuncha emas. Albatta og'riq bo'lishi mumkin, qisman bo'lsa ham. Videolarimizga umuman og'riq bo'lmaydi demaganmiz. Shunchaki bemorlar operatsiyadan chiqqanda mana hozir og'riqsizman degan videolarimizni qo'yganimiz bu rost. Ko'tini ko'rsatchi, aka. Qo'ysangizchi, ko'tini ko'rsatsa chida olmaysiz-ku. Nega bunaqa kommentariy yozasiz? Endi yoshingizni qarang, rasmingizga katta odam ekansiz. Uyalmaysizmi? Erkak kishi bo'lib turib, erkakni ko'tini ko'rishga harakat qilishga yaxshi emas. Zo'r doktor, baraka topsin. Ming rahmat. Men ham borganman Nukusdan. Nukusliklarga, Qoraqalpoqqa. Salom. Qancha bilan operatsiya qildi? 6.500.000 so'm. O'zimdan so'rang, aytaman. Bu umumiy narxi. Dorisi, yotishi, analizi, hamma xarajatlari kiradi. Men ham 2 oylik farzandim bor, treshina bo'lganman. Tug'ruqdan keyin operatsiya qildirsam hali qiynalamanmi yosh bola bilan? Treshina, agar aynan treshinani o'zi bo'lsa, qiynalmaysiz. Lekin qo'shimchasiga gemoroy va ularni ham operatsiya qilinsa qiynalib qolishingiz mumkin yosh bolalar. Faqatgina treshina bo'lsa, operatsiyadan keyin og'riq bo'lmaydi. Hozir og'riq bo'layotgan bo'lsa, aksincha, operatsiyadan keyingi og'riqlaringiz aynan treshinani og'rig'i 70-80% ga pasayadi. Bemalol hojatga chiqa olasiz. Qolgan protsentdagi og'riqlar esa vaqt davomida 3-4 kun yoki 5-6 kunda to'liqligicha yo'qolib ketadi, inshaalloh. Aldamang odamni. Endi kirasan-ku. Alloh guvoh, aldaganimiz yo'q. Videoda operatsiyadan keyin chiqib, mana og'rimayapti deb qo'yilgan video bu. Kommentariyalarni o'qishga yana davom etamiz. Menimcha videomiz uzoq vaqt bo'lib qoldi. Savollaringiz bo'lsa, yo'llang kommentariyada, albatta imkon darajasida javob qaytaramiz. Sizlar bilan Sher Muhammad Fayzullayev.